Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün o'xshashli bir mazmunda qisqacha to'xtalaylik. Har qanday bir ishning beshi ilm bilan boshlanadi deymizkin. Shu Alloh taolo Qur'oni Karimda eng dastlabda biz biladigan va jiq takrorlagan o'qu degan oyat bilan boshlabdi ekan. Ya'ni biz bir to'g'ri natijaga yetmek uchun bir to'g'ri harakatga ehtiyojimiz bor. To'g'ri harakat, to'g'ri bilish asosida anandan keyin amalga oshadi ekan. Hatto bizning iymonimiz, aqidamiz yani bir ishonish, uni o'xshashli bir to'g'ri bir tushuncha ustiga qurilmaganda, balki bir botil e'tiqodga aylanishi bizni nijotlikqa emas, balki ozg'unlikqa boshlashi mumkin. Xuddi shuningdek bir harakat to'g'ri bilish ustiga qurilmay elib berilganda, u bir qarg'ulachi tirishchanlikqa va bir behudilikka boshlab opirishi mumkin. Ana bu orqali nima demoqchi hamda bir dada bo'lish sifatimiz bilan deganda, men bir dadalarda farzand tarbiyasida bunda aqlli bir qancha narsani hozirlashi lozim ekan deb o'yladim. Bu qanday narsa desa, bolalarga bir dada, mayli qiziga, mayli o'g'liga shu bola qilayotgan ishning shularga kelgusida foydali bir ish ekanligiga, masalan kitob o'qisa, kitob o'qishning foydali ekanligiga, ma'lum bir kasbni o'rgansa, u kasbning o'ziga yoki millatga yoki insoniyatga yoki musulmonlarga asqatadigan bir narsa ekanligini tushuntiradiganchilik bir saboqiga bo'lish kerak ekan. Amaliyotda buni oddiy gap bo'lgan bilan men buni shu bularni chet elga chiqqandan keyin nurg'un o'zining kelgusidan umidsizlangan, maktabda o'qishni xohlamagan, baribir tirishsaqmi bizga hech qanday foydasi bo'lmaydi ekan, Turkiyada bizning istiqbolimiz parlaq emas ekan deb qaragan nurg'un yosh bolalarning ahvoliga qarab turib, men shu nuqtani o'ylab qoldim. Shu bolalar nima uchun o'zining kelgusini ko'rolmaydi? Masalan, maktabda yaxshi o'qigan desa, u bola men qancha yaxshi o'qisammi, bu Turkiyada yaxshi o'qigan bilan baribir o'qish bitganlar sanoatga berib ishlaydi ekan o. Yoki bek yaxshi o'qib ketganlar baribir keyin chet elga chiqib ketadi ekan. Germaniya, Amerika qatorliq davlatlardan kelmaydi ekan. Unda olganda keyin meni yaxshi o'qiganimning nima foydasi deb o'ylaydi ekan. Va bu o'yini bu bolalar ko'pincha ahvolda ota-onasi bilan o'rtoqlashmaydi ekan. Chunki unda o'ylaganini dadasiga onasiga desa, u chuqur eng yengil o'smi izohlaydi endi. Sen nima deyapsan deydi. Ama o balaning ideyistiki bu to'qinoq tugun hal bo'lmasa, qancha kitob berayli, kursga berayli, maktabning yaxshisiga kirib berayli, bu bolalar yaxshi o'qimaydi ekan, o'qimaydi ekan. Chunki uning kallasida o'tmagan bir masala bor. Mana shu nuqtada bu ota-onaning, bu dadining bu qanday bir bilimga yo'rish kerak ekan desa, men pek aqlli narsalarni demoqchi bo'ldim. Bir dadining ma'lumoti bir qadar kengroq bo'lishi. O asli kitap o'qib turgan bir dada bo'lish kerak. O'zining atrofida bo'layotgan yangiliklarga diqqat qilib turadigan, o'zining bilim doirasini, bilim qurilmasini davomli kengaytirib mangadigan bir dada bo'lish kerak. Masalan deylik, bir to'liqsiz o'tirmakda bu yil 8-sinf imtihon bergan bir bolaning dadasi, "Balam sen imtihonda 480 yoki 490 olsang, sen palani to'liq o'tirib maktabga kira olaysa, masalan, yoki Galatasaray lisesi deyli, yoki İstanbul erkek lisesi deyli, yoki Kartal İmam Hatip lisesi deyli. Bu şu mektep hakkında o dada azraq bir narsa bilish kerak ekan. Balam bu mektep mında mektepken qara. Bu mektepte hozir Turkiyadagi palani dağlıq mında kishilar o'qib ekan. Sen bu mektepga kirgan deb, balalarga buni demoqchi bo'lganim, bir parlaq bir kelgusini aşı tirishsa o yetalaydigan bir manzirini abstrakt emas, balki konkret sezib berishimiz kerak ekan. Uni deb berishimiz kerak ekan. Masalan, yani davomli tirishsang, sen Harvardda o'qiy olaysan. Yoki Massachusetts Texnik universitetida o'qiy olaysan. Yoki Oxford, Cambridge'larda o'qiy olaysan. Bu maktablarning mono kasblari sening orzuyingni amalga oshira oladi degandek o narsalarni bilish kerak. Bu bek jiq ma'lumot talab qilmaydi, jiq tirishchanlik talab qilmaydi. Bugungi dunyoda yashayotgan bir dadada bo'lishga tegishli eng aqlli ma'lumotlar deb qarayman men. Masalan deylik,
Agar 460-450 ep qolsam, Aselsan'da bir meslek to'liq o'tirish maktabi bor. U Aselsan hozir dunyodagi manchi cho'ng qurol-yarog' cho'ng shirkatlarning biri, Turkiyadagi eng cho'ng qurol-yarog' zavodi yoki shirkati. Hozir o'zi maxsus shunda to'liq o'tirish maktab qildi degan gapni bilish kerak. Ammo men diqqat qildimki, ko'rdimki, mutlaq ko'p qism ota-ona atrofidagi bu narsadan xabarsiz ekan. Bilmaydi ekan. Qanday qilib bu balamiz o'qisa deydi ekan. Bu bak echinishli bir ish ekan. Chunki biz e'tirof qilmayli, bunda bir reallik mavjud hozir Turkiyada. Biz Turkiya realligini nazarga olib turib davatimiz, bolalarimiz turk bolalar bilan birga o'qish davomida agar o saboqdoshlarining yaxshi tirishmag'ini ko'rsa yoki o'zaro parang davomida u bolalar hozir bayan men degan gaplarni deydi. Masalan, naqancha tirishsaqmi baribir oqibatimiz yaxshi emas. Bu xuddi bizning vatanda to'la takrorlanadigan heliqi gap shu. Agar yog'och badr olmaz, dixon bolasi kadr olmaz deydigan bir gap bor. Dixonlar nima uchun bolalarni o'qitishdan baldurli muslindi? Chunki baribir o'qitsaqmi yana qaytib kelib etizlikda dixon bo'ldi ekan. Shunga to'liq o'tirdi 3 yil, to'liqsizda 6 yil o'qib vaqtni isrof qilg'ichi baldurroq ketmanni qo'liga olsa, yukimiz yengillaydi ekan demakchi. Bu bir dixon o'zining turmush tajribasini yakunlagan nihoyat aqlga uyg'un bir xulosa. Chunki uning oldin takror birinchi bolasini qaytib keldi, ikkinchi bolasini qaytib keldi, uchinchi bolasini o'xshash qaytib kelgandan keyin hatto to'rtinchi bolasi, endi u beshinchi bolasini yoki yana birisining bolasini davomli o'qitishning mojiti. Chunki bir unum lozim. Ularning hayotini o'zgartirish lozim bu o'qigandan keyin. Ammo o'zgartolmadi. Shunga shularga asosan chiqargan bir xulosa. Xuddi shuningga o'xshash Turkiyadagi bir bolama yaxshi o'qiganlar chet elga ketsa, yaxshiroq o'qigan bolalar sanoatga ketgandan keyin bu gap bizning bolalarimizning orasida va bizning bolalarimizning do'stlar orasida bo'ladi. Endi bir Uyg'ur bolasi qanday o'ylashi mumkin? Mishadagi ota-onasi, mishada bo'lgan urug' tuqqanlar, mishada bo'lgan bolalar bu Turkiyaning kelgusidan bundan umidsizlangan yerda. Yoki o'zining kelgusidan Allohning umidsizlanib bo'lgan yerda biz qancha tirishsaqmi bizning tuqqanimiz yo'q, tunish bilishimiz yo'q. Bizning kelgusimiz ham yaxshi bo'lmaydi ekan deb ular umidsizlandi. Mana bu umidsizlikni parchaqlab tashlash uchun ularning bu umidsizligining saxta ekanligini biz tirishsaqla o'zimizning bir go'zal parlaq kelgusini yarata oladiganligimizga ularni ishontirish uchun dada o'ttirib chiqib ularga bir go'zal kelgusini, bir parlaq bir kelajakni aniq tasvirlab berilishi, sizib berilishi kerak. Buning uchun o dadada bayon degandek, men degan bir ma'lumot atrofidagi bo'lib o'tayotgan ishlarga diqqat qilish kerak deganga o'xshash narsa lozimki. Masalan, Turkiya buningki buni kasbli bakrak bozorliq bo'lishi mumkin. Sen ma kasbni o'rgansang, sening kelgusing ham yaxshi bo'lishi mumkin. Sen ma'ningda o'zingning istiqbolini yarata olaysan. Masalan, Turkiyada hozir mavi kasblarga ehtiyoj yuqori ekan. Buni biz diqqat qilsak, ko'rsak, biz bilmaydigan ish emas. Ba'zi mutaxassislardan so'raymiz. Aslida bu haqdagi maqolalarni o'qiymiz, kuzatimiz, Ma'rifat ministrligi chiqarib olgan uqtirishlarga diqqat qilamiz, o'zgarishlarga diqqat qilamiz. Shu orqali bizni tang o'zimizni pishib yetildirib boramiz. Agar bolalarimiz kallasidagi o ideaviy tushaklarni vaqtida yeyishib etmasa va biz yeyishib bermasak, o'zimiz bugun o'rganmayotdi, tirishmayotdi, qancha so'zlasam o'rganmaydi deymiz. Ammo ular musobaqani boshlamay turib chiqish pallasidan mag'lub bo'lgan bo'lsa davoda ular yugurmaydi. Buning uchun bir tarafdan ularni oldidan tortadigan bir go'zal kelgusi lozim va bu kelgusiga o'zining yetalaydiganligiga ishonch bo'lishi lozim. Bir tarafdan uni kendidan ittiradigan bir dadasi va onasi lozim. Agar u faqat ittamasa, o yetib olgan odamlar qancha yurishimi qo'pog'ili bo'lmaganga o'xshash bir holga qolgan chog'da bolalarni yaxshi tarbiyalash bektas. Shunday gapimning xulosasi shu. Bir dada bir ona bolalarga qanday bir kelgusi sizib beradi. Bu qancha aniq, qancha suzuk, qancha ro'shan bo'lsa ham yaxshi. Yaxshi o'qisang, yaxshi jamba qolaysa bolam degan gap yetmaydi. Ham aniq deb berishimiz lozim. Qancha aniq deb bersak, uning ishonchliligi, chinligi ham kuchli bo'ladi va bola bekroq ishonadi unga. Buni maktabdagilarning deb berishidan bekrak
öydeki dadısı anısını dep biralese, mesela Türkiye cemiyetideki boşluqını dep biralesek, biz hazırlaşqa tegishlik iqtidorlarni da dep biralesek. Masalan deyli, balam, aqalli bir gap haqda. Türkiye'de Türklerning bolaları chet el tiliga o'rganishga ancha ahamiyat bermaydi ekan. Masalan, ingliz tilini yaxshi o'rganmaydi ekan. Agar sen ingliz tilini yaxshi o'rgansang, sening kelgusida sen bilan raqobatchi bo'lib qolish ehtimolligi bo'lgan bolalarga qaraganda sening bir afzalliking ko'payadi. Sening qurol-yarog' ombiringda ularda yo'q bir qurol bo'ladi. Uning bilan ben raqobat bozorida utib chiqa olaysan deganga o'xshash gaplar. Nima demoqchi u? Buni dada deb berilishi lozim. Uning uchun dada o'zini universal jihatdan bir ma'lumotini to'liqlashi, davomliq yangi uchur, yangi ma'lumotlar bilan o'zini qurollanib turish kerak. Bugun mening demoqchi bo'lganlarim bu shu. Allohdan Allah razı olsun. Sözüm ahirlaştı.